Ikkita o'zgartiraman. Mas'ud Yalavoch keladi. Mas'ud Yalavoch 1238-yildan to 1289-yilga qadar hokimiyatda turgan ekan. Mahmud Yalavoch O'qitoy tomonidan Pekin gubernatori etib tayinlangan va mana bu Pekin gubernatori tayinlangan bo'lyaptimi? 38-54-yillarda. Ha. Endi Chig'atoy ulusi Mo'g'ul nahri aholisi so'zlashadigan til Chig'atoy tili deb atalgan ekan. Chunki o'zi aslida turkiy til, lekin aholi Chig'atoy turk Chig'atoy deb atalgan. Aholi Chig'atoy ulusidagi aholi turk Chig'atoy deb atalgan va ular so'zlaydigan til ham Chig'atoy tili deb atalgan. Ko'ryapsizlar, demak ulus nomi xalq nomiga va til nomiga berilyapti. Hop, rasmda Chig'atoy haykali. Mana Mahmud Yalavoch. Hop, mana bu eslatmani ham tashlab qo'yamiz hozir. Mahmud Yalavochga to'xtalamiz alohida. Mahmud Yalavoch Mo'g'ul nahr noibi sifatida faoliyat olib borgan 1224-38-yillarda. Bu 38-yili ozgina muddatga Shimoliy Xitoylarga borib nozir bo'ladi va keyin Pekin gubernatoriga aylanadi va vafotiga qadar, to 1254-yilga qadar Pekinda gubernatorlik qilgan ekan. Endi Yalavochlar xonadoni faoliyatiga to'xtalamiz. Mahmud Yalavoch o'z harakatlari sabab oldindan demak miqdori belgilab qo'yilgan qopchiq solig'ini qat'iy kumush solig'i bilan almashtiradi. 38-yilda Mahmud Torobiy Qo'zg'olonidan keyin Chig'atoy mahalliy noiblarga ham chiroyli ko'rishni boshlagan va Mahmud Yalavoch Ulug'xon e'tibor berasizlar, mana asosiy buyuk mo'g'ullar davlatida mamlakatni boshqargani uchun O'qitoyga qanaqa unvon berilyapti? Ulug'xon. Shu Ulug'xon bo'lgan O'qitoy buyrugi bilan Shimoliy Xitoyga noib va yarg'uchi nozir qilib yuborilgan, keyin Pekinga ketgan deyapti. Buni sababi 1240-yilda O'qitoy Shimoliy Xitoydan yuqori daromad olishga qiziqib qolgan edi. Hop, Mas'udbek Buxoroda ulkan Masudiya madrasasini qurdirgan va madrasada 1000 ga yaqin talaba bilim olgan ekan. Biz bitta savol berib ketaylik. Qo'qonda 1000 nafar mulla ta'lim olardi. Nechinchi yilda? Qo'qon xonligiga mavzusini o'qiganmisizlar? 8-sinf O'zbekiston tarixi eski darsligimizda. Nechinchi yilda 1000 nafar mulla ta'lim olardi Qo'qonda deb aytilgan? Kim biladi? Mana qo'l ko'targanlarni ochib berdim. Nechinchi yilda Qo'qonda 1000 nafar mulla ta'lim olgan? Bormi shuni bilganlar? Oddiygina xronologik savol. 1804 emasmi? Yo'q, 1804 emas. 1804-yilda nima voqealar bo'ldi? Napoleon o'zini imperator deb e'lon qildi. Orenburgda Buxoro amirligi savdogarlik qarorgohi, Buxoroda o'sha haligi Marvda Din Nosibek qo'zg'oloni yoki Qo'ng'irotlarni Xivada rasman kelishi, Munisni Savod ta'lim, Devoni Munis degan asarlari chiqishi, shu voqealar bo'ldi. 1841 degan javobni kim aytdi? Kimlar aytdi? 1841-yilda demak Qo'qonda 1000 nafar mulla ta'lim olgan. Masudiya madrasasida ham 1000 nafar mulla ta'lim olgan. Mas'udbek pul islohotini o'tkazadi 1271-yilda va islohotga ko'ra 16 ta shahar va viloyatda bir xil tanga pul zarb etilgan ekan. Endi hokimiyat uchun kurash degan mavzuga o'tamiz. Xitoyda hukmronlik qilayotgan Xubilayxon Qoraquronga oziq-ovqat yuborishni cheklab qo'yadi. Qoraquron bu qayer? Mo'g'ullar davlatini markazi bo'lyapti. Xo'p, 1260-yilda Chig'atoy avlodidan bo'lmish Olug'xon ulus xoni
etib tayinlandi. Hozir Chig'ato'g'risini shajarasi ham bor. Ya'ni shajara emas, to'g'riroq Huno yillarni qo'llamasini qilganman. Shajarasi ham bor. Shajarasi ham yo'q demay, chunki uni ham tayyorlaganman. O'sha Chingiz yillarni shajarasini, undan tashqari Chig'atoy, Jo'ji, O'qtoy turi hamma o'sha Chingiz yillar shajarasini Abulg'oziy Bahodirxonov Shajaratu Mo'g'ul degan asari bo'yicha tayyorlaganman. Hozir mana turibdi, birozdan keyin albatta namoyish qilib beraman. 1260-yilda Olixon demak Ulus xoni etib tayinlangan. Olixon 1236-64 deb yerda yozilgan ekan. Demak bu katta ehtimol yashagan yillari, chunki 60-yil taxtga o'tiryapti va aynan o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun o'sha paytdagi davlatni boshqaruv uni qo'lida bo'lgan. Hop, Yaragani xotunga uylangan ekan. Qubilayxon o'ziga xayrixoh xonzodalarni Muborakshoh va Baroxonni Chig'atoy ulusiga yuborgan. Olixonni hokimiyat olish uchun-da. Chig'atoy ulusi taxtiga Ergani xotin aralashuv bilan Muborakshoh o'tiradi. Muborakshoh islom dinini qabul qildi va ulusning ilk hukmdoriga aylandi. Demak, islomni qabul qilgan ilk hukmdor kim bo'lgan ekan? Islomni qabul qilgan Mo'g'ul ilk hukmdori Muborakshoh bo'lgan ekan. Baroxon Muborakshohdan keyin Chig'atoy ulusi taxtga o'tirishi belgilangan edi. O'qtoy Hirot shahrini qayta qurishga farmon bergan paytda Chig'atoy unga bu ishing otamizni nizomiga tutgan yo'liga ziddir deb qarshilik ko'rsatgan. Ha, bu ma'lumot ham bor. Ya'ni haligi O'qtoy Hirotni qayta tiklaymiz degan farmon chiqargan paytda Mo'g'uliston an'analariga ko'ra boyagi shahar, madaniyat, din degan tushunchalar yo'q-ku. O'shaning uchun bunga qarshilik qiladi. To'xta deydi, otamiz yasog'ida shaharni qayta qur yo bir unga bezak ber degan narsalar yo'q. Otamizni fikriga qarshi chiqyapsan degan ma'noda e'tiroz bildirgan. Muborakshoh Toshkent vohasidagi Ohangaronda islomni qabul qilganligini e'lon qiladi. Ohangaron bilasizlar, Toshkent viloyatida oldin mana Olmaliq, keyin Ohangaron, Angren. Angren va Olmaliq shaharlarining o'rtasida Ohangaron bor. O'sha yerda islomni qabul qilyapti. Chingizxonning yasosida dinlarga birdek munosabatda o'xtirgan. Buni ham aytgan edi boya. Chingizxon o'zi barcha dinlarga birdek munosabatda bo'lishni ilgari surgan. Lekin kim boya islom dinini yoqtirmadi? Chig'atoy xonlardan qaysi biri yoqtirmadi islom dinini? Chig'atoy xonni o'zi. Xo'p, Muborakshohdan norozi bo'lgan amaldorlar Baroxon atrofida birlashadi va mamlakatda fuqarolik urushi boshlangan. Bir savol beraylik. Demak, qadimgi dunyo tarixidagi mana eng birinchi fuqarolik urushi qaysi davlatda bo'lgan? Rimda Dunyo tarixida Rimda bo'lgan, to'g'ri. Qaysi voqeadan keyin boshlanadi? Sezar o'limidan keyin. Sezar o'limidan keyin boshlanadi, to'g'ri. Baroxon bilan Muborakshoh qo'shinlari Xo'jandda to'qnashgan ekan. Jang natijasida Muborakshoh taxtdan ag'dariladi va Baroxon 64-yil kuzida Chig'atoy ulusi taxtiga o'tiryapti. U nahrni to'laligicha o'zi tasarruf etyapti. Ya'ni yuqorida aytib o'tdim, Chig'atoy ulusi, Jo'ji ulusi yoki Elxoniylar davlati deyapmiz. Ular Buyuk Mo'g'ullar imperiyasiga rasman qog'ozda bo'ysungan, amalda mustaqil bo'lishga harakat qilgan. Mana bu hukmdorlar, ya'ni Baroxon ham qog'ozda, ham amalda davlatni o'zlari mustaqil boshqarishga harakat qilyapti. Qolganlari davrida nomigagina bo'lsa ham bo'ysunib turganda, Baroxon esa umuman bo'ysunmasdan mustaqil davlat tuzishga harakat qilyapti, ajratishga harakat qilyapti davlatini. Qubilayxonning Baroxonni Mo'g'ulistonga bo'ysuntirish uchun yuborgan qo'shinlari Sharqiy Turkistondan quvib chiqarildi. Demak, Qubilayxon ham uni o'ziga qayta bo'ysuntiradi. Qubilayxonni men yuqorida aytib o'tgandim, bu o'sha oxirgi buyuk xon, oxirgi ulug' xon deb aytgandim. Baroxon umrining oxirida falajga chalinadi, 1271-yilda vafot etadi. Endi bir savol beraylik. Mana shu darsligimizda, o'tgan darsimizda kim o'pka saratoniga, o'pkaga o'sha suv yig'ilishi kasalligi bilan og'rib vafot etdi? Alovuddin Muhammad. To'g'ri, Alovuddin Muhammad o'pkaga suv yig'ilish kasalligi bilan vafot etdi. Kurashlarda O'qtoy Xoqonning nabirasi va Qayduxonning qo'li baland keladi. Baroxondan keyin taxtga Qayduxon kelyapti.
Xo'p, endi bu buyuk mo'g'ullar davlatini ozgina mavzuga doir bo'lgan qismida xonlarni berganmiz. Chingizxon 1206-27, O'qtoyxon 27-43, keyin 43-46-yilgacha O'qtoyni ayoli boshqargan, To'ragina. U yuqorida ham aytib o'tdim, regent sifatida boshqargan, to yosh bo'lib hokimiyatga kelganligi kelishi davrigacha vaqtinchalik boshqarib turgan. Ya'ni buyuk hokimiyatga kelgandan keyin u ketadi. O'shaning uchun bo'shliq kitobimizda u joy yozilmagan. Bo'shliq sifatida qolgan. Men o'zim yozib qo'ydim. Buyuk esa 1246-yili hokimiyatga kelgan, undan keyin Mo'ngixon va yakunda Xubilay kelgan. Undan keyin hukmdorlar boyagi buyuk xon degan unvonga ega bo'lishmagan. Bizga endi asosiy e'tiborimiz buyuk mo'g'ullar davlati kerak emas, chunki u jahon tarixida o'tiladi. Biz demak O'zbekiston tarixida, O'rta Osiyo tarixida Chig'atoy ulusini ko'proq gaplashishimiz kerak. Xo'p, Chig'atoy ulusi hukmdorligiga to'xtalamiz hozir.